Bugungi videoda men Minecraftda mana shu skelet haqida gapirib beraman. U kim? U o'lgan o'yinchilarning yoki siz vafot etganingizda u tirilib, ya'ni suyakka aylanishimi? Ya'ni shu haqida teoriya qilib beraman. Sizlar bo'lsa yeb ichishga narsa olib choy damlab olinglar, bo'lmasam biz videoni boshladik. Oldinglarmi yeb ichishga narsalar? To'xtanglar, 5 minutga stop do'stlar. Biz 1200 taga oz qoldik. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Biz videoni endi boshladik. Minecraftda skeletlar dushman mob hisoblanadi. Ular o'q-yoy bilan hujum qiladi, ya'ni kamon. Ular o'zini himoya qilishga intiladi, hujum qilishga emas. Ular zombi bo'lishdan oldin parchalanib ketgan odamlardir. Agar skeletni qora odam ko'rsa, unga hujum qiladi. Молодец, qora odam. Skelet otga minib chiqsa, skeleton horseman deb ataladi. Bu kamdan kam hosil bo'ladi. U ba'zida kamonni enchanted, sehr qilingan holatda uchraydi. Vattirisalar. Do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. 1200 taga oz qoldi. Sizlar bilan Uzmaster bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha. Aytgandek bolalar, Telegram kanalimga ham qo'shilib qolinglar. Telegram kanalimni silkasini hozircha YouTube'ga tavsiya, ya'ni afisanaga qoldira olmayman. Shuning uchun Telegramga kirib turib Minecraft elar desangiz, o'zi birinchi kanal chiqadi. Uzmaster degan shu kanal meniki. U yerda modlar tashlanadi. O'tib obuna bo'lishni unutmang. Yana bir bor hammaga xayr.